Assalomu alaykum qadrli YouTube kanalimiz muxlislari. Demak, bugun ayrim ijtimoiy tarmoqdagi xabarlarni, fake xabarlarni qanaqa saqlashayotganini aytmoqchiman. Bunga sabab nimaligini aytmoqchi edim. Birinchi navbatda qaranglar, hashar mavzusini aytmoqchi edim. Chunki 3 oyda bir marta bo'ladimi, yo'qmi? Bunga odam topish qiyin bo'libdi. Ekologiya buzilishiga sabab ham ana shu hasharlarning kamligi. Aslida hashar bu majburiy mehnat emas. Uni kelinglar yaxshi o'sha hashar nimaligini mana tekshirib ko'ramiz. Milliy qadriyatimiz. Hashar bu odamlar tomonidan masalan mana ana shu narsalarning kamligi tufayli ham, shu narsa tufayli ham ekologiya buzilib ketyapti. Ya'ni odamni mayli hasharga chiqishni istashmasin. Bu ularning ishi. Mayli, lekin hasharga chiqmaslikni targ'ib qilayotgan ayrim ijtimoiy tarmoq vakillari borki, men uni kasb ekanligini ham aytmayman. Shuni ham o'zi chiqmaydi. Musulxona ishlasam ham ishlayman deyotganlari bor. Shuni ham men toza bo'lmaydi deb. Yana boshqa birovlarning chiqishini ham istayman. Aynan shular hasharga chiqib ishlaylik, u narsalarning ustidan o'tcha mazax qilib yozyapti, ya'ni gap qilyapti. Shuning uchun aytmoqchi bo'lgan sababi mutasaddilardan hasharni agar nima qilishimiz har oyda bir marta o'tkazishni taklif qilmoqchiman. Chunki mana ko'rsa hashar ekologiya buzilishiga sabab hasharlarning kamligi, tozalikka. Men vazirlikni yoki nimalarni aytmoqchi emasman. Bu ekologiyaning ishi ham emas bu. Odamlar o'zi ham toza bo'lishi kerak. Tasavvur qiling, uyingizda musulxona bo'layotsa, o'zingizga ham yoqmaydi, to'g'rimi? O'shanda ishxonangiz ham toza bo'lishi kerak. Keyin agar hozir bir ikkita beparasatlar bor, qo'lini yuvmas turib ham ovqatlanishga o'rganib qolayotganday bo'ladi nazar. Ular qanday qilyapti? Keling yaxshi buni sizlarga ko'rsatib beraman. Sun'iy intellektga yozsangiz ham darrov keltirib chiqarib beradi. Lekin ular mana hozir men birovni so'kmasam ham xuddi o'shanday qilish usulini qo'llaydi. Misol uchun bironta rasm qo'yib olaylik, misol uchun qo'yaman. Mana shu rasmni qo'ydik. Hop, qaraymiz, endi muzgan qaramiz. Muhammad Yusufni seni bilganlarga rahmim keladi degan she'rini aytganman. Seni bilganlarga qilaman ta'zim, seni bilmaganlarga rahmim keladi. Hop, ana shuni endi qarang, shu joyni olib olamiz. Seni degan so'zni olamiz. Seni bil... Ana shu bil deganni o'chirib qo'yamiz. Seni bilgan, seni mana seni degan so'zni olib oldik. Qaranglar-da. Hop. Seni endi qaranglar shu joyga. Hop. E'tibor qiling. Shu joyga endi yana audio qo'shayotgan bo'lsak. Ikkinchi so'zdan, hikoyadan olamiz ikkinchi so'zni. Qobilga Hozimrod ota shunday dedi. Onangni ahvolidan xabar oldingmi? Mana edi. Rod ota shunday dedi. Onangni ahvolidan xabar oldingmi? dedi. Onangni ahvolidan xabar ol. Qaranglar. Shu joy necha sekund? 11 sekund, 10 sekund, 4 sekund, 6, 8 sekund. dedi. dedi. Shunday dedi.
Bozomurod ota shunday dedi. Onangni ahvoli mana bu yoqni qo'shamiz. Endi qaranglar-da, mana shu joyga ularni shartasi. Buni sun'iy intellektga yoshlarni darrov chiqarib beradi. Puliga qiladilar. Ular mana bunday qilyapti. Seni onangni bu mavzuni aytdi. Ana ko'rdingizmi? Ana shu holat ya. Seni onangni bu mavzuni aytdi. Ana shu holatda audiyoni taxlab yuborishyapti. Bunga ishongan mana shunday qilib so'zlarni qisqarsa, bunga ishongan vazirlar yoki odamlar qandaydir noto'g'ri xabarga borib, biroz so'kmasa ham, misol uchun, mana shoshilamiz oddiyroq variantini qilib berdim. O'sha ishonib kimdir yaxshi odamni yomonga chiqarib qo'yibdi. Hashar qilaylik, nima qilaylik deyotgandi. Mayli o'shalar musor bo'lib yotsin, mayli, men inkor qilmayman, lekin o'zi chiqmasin, majburiy mehnat deb yozayotganlar umuman kerak emas. Qurilma o'sha vazirlarga agar oddiyroq qilib aytamiz, mana oddiy odam sifatida aqlim yetyapti. Oddiy odam sifatida qolib men vazirlikda ishlayman. Agar men qo'limda shunaqa ish bo'lsa deydi, men birinchi navbatda birovni ayblashdan oldin uni 10 yillik xizmatini hisob berayman. 10 yil davomida unga tuhmat qilmoqchim yo'qmi? 10 yil qanday ishlagan? Misol uchun Shohruh Karimov 10 yil davomida yaxshi ishladi. Uni mana shu kitob bu narsada bittasi ketdimi? Birinchi mahalladan so'raydim. Keyin joydan so'raydim. U qanday odam? Shohruh Karimov yaxshi odam desa, demak unga tuhmat qilishmayaptimi, yo'qmi deb so'raydim. Ehtimol mana bunday qilib ovozi maniki bo'lsa, mana shunday qilib qisqartirib olishgandir. Qani isbot alining dedim. O'sha ariza bergan odamni ham aytgan bo'lardim. Ariza bergan odamni keyin surishtirdim. Qani, bu sen o'zi kimsan? Sen nima uchun bu ishni qilyapsan? Seni mahalladan ham, ish joyidan ham so'raymiz. Shallaqlik qilib birovniki nima qilayotganing xullas gapiryapman. Asabim ham buzilib ketdi. To'g'risi, ijtimoiy tarmoqqa ko'pchilik karilayotganlarni, ochiqni aytaman, kar qilayotganlarni ko'pi menga o'zi yoqmayapti. Like prosmotr uchun odamiylikdan voz kechayotgan har qanday odam, men ularni hayvon ham demayman. Chunki it ham o'z vazifasini bajaradi. It ham sadoqatli nima. Mol ham demayman ularni. Chunki mol ham go'shti bor, suti bor, foydasi bor. Lekin shantajlik qilib birovga tuhmat qilayotganlarni o'zlari nima qilaveradi. Bu yoq endi vijdonlarga qoladi. Men o'zim Telegram sahifam ham, YouTube sahifam ham toza ishlayapti. Ko'rgan bo'lsanglar, birovni unday nima qilib, lekin adolatsizlikka qarab turmayman, birodarlar. Menimcha tushungan tushundi. E'tibor uchun rahmat.